Assalomu alaykum. Ismim Imom. 5 yil mobaynida kosmetika, parfumeriya sohasi bilan shug'ullanaman. Qaysi hid kimga mos va qayerga qanaqa atir sepib borish kerak va qayerda pulingizni behuda sarflamasligingiz kerak. Bu kanalda men sizga atir dunyosini oddiy tilga tushuntiraman va juda ko'plab odamlarga original atir tanlashda yordam berib kelyapmiz. Bugungi videoda yoz uchun 5 ta eng top atirni aytib o'taman. Louis Vuitton brendidan Imagination. Sitrus va choy hidi ufurib turadigan yengil, salqin atir, issiqda og'irlik qilmaydi va boshni og'ritmaydi. Ko'nglingiz yoz uchun ayni muddao. Ikkinchisi Mahajat. Gullik eksotik, yorqin va esda qoladigan kechki tadbirlarga mos atir. Uchinchisi Casamante atirimiz. Klassik shirin chechakli avtoritet va status hissi beradigan atir. To'rtinchisi Ormanda Jane'dan Osmanthus atirimiz. Osmanthus guli, o'rik va choy notasi, nozik, elegant, kam uchraydigan hid. Men hamma kabi emasman deydiganlar uchun. Beshinchisi Roja Isola Blue. Salqin dengiz sitrus akkordi yoz uchun maxsus yaratilgandek. Men 100 dan ortiq atirni sinab ko'rganman va har bir mijozga, budjeti va xarakteriga mos atir tanlashda yordam beraman. Agar sizga ushbu atirlarimiz qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qiling yoki pastdagi Telegramga yozing. Birinchi olmoqchi bo'lgan 50 ta odamga chegirma narxlarda qilib beramiz.